ko'ruv qobiliyati pasayishi, ko'zni tez charchashi va erta katarakta belgilari oldini olish, diqqat bilan ko'ring. Bu akademik Filatov Vladimir Petrovich deydi, mashhur oftalmolog, Odessadagi ko'z kasalliklar klinikasining asoschisi. Oka Filatova degan dorivor tayyorlama tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Kerak bo'ladi, achanka degan giyoh kerak bo'ladi. Bu giyoh ko'rishdagi ko'ruv tomirlarini yaxshilab, tez charchash, qizarishlarni ketkizib, ko'ruv nervini holatini yaxshilaydi. Ikkinchisi lisnaya cherniki deydi. Ani bozorda sotilayotgan murabboga emas, bu alohida lisnaya cherniki, dorivor cherniki deb aytiladi. Bu cherniki ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi, tungi ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi va hozirgi kunda juda ham mashhur mana shu gadjetlardan foydalanayotganda kerakli foydali hisoblanadi va kalendula giyohi kerak bo'ladi. Bu kalendula vaspolitilniy yallig'lanish jarayonini oldini olib, ko'zlarda qum bilan to'lib qolish hissini ketkazadi. Bitta choy qoshiqdan 3 ta giyohdan olasiz. Mana bunaqa termos kerak bo'ladi. 500 ml mashinga solasizda 500 ml qaynoq suv solib 20 minutda yarim soatga damlaysizda. Damlaganingizdan keyin mana shu damlamani yarmini 200 ml ertalab va 200 ml kechqurun ichsangiz bo'ldi. 10 kunda, 15 kunda ko'rish holatingiz zo'r bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like bosib tarqatib qo'yishingizdan chiqmasiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tiborchi rahmat.